Qadrli obunachilar, sizlarga bitta layfhak ko'rsataman. Mana bu Epicana baloni, diska baloni. Buni reshenasi bor. Mana bu yerda shu yerdan ham qo'yapti. Buni olib borib svarka qildirishga vaqti ham yo'q, sharoiti ham yo'q. Hozir shuni birgalikda qilamiz. Shunaqa sakkiskada yuradigan tanishlarga videoni jo'natib qo'yasizlar, yo'qsa bitta layk bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib. Xudo xolasa boshladik. 10 soatda tez bo'ladigan variantini ko'rsataman. Balonni ezib oldik. Yana bitta buni moylab olamiz. Moylab bo'ldik. Ichini ham ko'rsatib qo'yay, ichiga o'tgan. Endi bunga hozir ijodini boshlaymiz. Mana oddiy balon yamadigan sir rezina, shuni qo'yamiz. Buni bu o'rganishga bo'ladi. Qo'yib bo'ldik sir rezinasini, xudo xolasa. Qo'yib bo'lgan joyimizga ozgina benzin quyamiz. Benzin quyishimiz sababi sir rezinani eritib yumshatib beradi bizga. Bu yoqda dam itarib turadi, bu yoqda yopishib oladi, xudo xolasa. Ozgina kutib benzin quyamiz. Chiqyapti Hazar aka. Buni erishishdan qiyinroqda. Aka, Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Ustidan 1-2 marta benzin quyib turib olsak, yorig'iga, teshigiga o'tirib oladi. Kerak emas joy kesib tashlandi. Buni ijodini qilib bo'ldik. Bu endi benzinni svarka qilishga imkoniyati yo'qlar. 1-2 kun yurib turishga yoki svarkalik qiladigan joyga yetib olishga kattaroq bo'lsa ham reshenasi bo'laveradi. Endi bunga qalin qo'yish kerakda, aytdi, qiyshuv joyi bo'lgani uchun yuqoriroq qo'ydik. Video yoqqan bo'lsa bitta layk bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Mana shunday sakkiz yuradigan tanishlarga video jo'natib qo'yaverasizlar.